Assalomu alaykum Jamolxon, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Oila ahlingiz hammasi yaxshimi? Jamolxon, men ilgari kuni analiz topshirdim. Analiz rakovina nimalarga topshirasiz? Analiz deb analiz beruvdi vrach. Analiz topshirdim, kecha rezultatini oldim. Xudo xolasa analizlarim hammasi toza chiqdi. Qonda umuman xudo xolasa rak chiqmadi. Shu xursandchiligimni siz bilan bo'lishim keldi. Uka, Xudoga shukr, mana batlarim vaqtida yetkazib beryapsiz. Avvalambor Alloh, keyin shu mana sifatlarim sababchi bo'lgan bo'lsin ilohim. Xursand bo'lib kecha analizlarim rezultatlari chiqquncha ham juda ham jinday hijolatchilik bo'ldi, lekin yo'q. Allohga shukr, alhamdulillah, Robbim xursand qildi. Hamma analizlarim top-toza, soppa-sog'lom chiqdi-ku. Jamolxon, sizga ham rahmat. Meni tushkunlikda turgan mahalimda menga dostoyni mehnatlaringizni ayamasdan, vaqtingizni ayamasdan menga bergan maslahatlaringizga, menga bergan motivatsiyalaringizga rahmat-ku. Alloh hamisha rozi bo'lsin sizdan, tan joningizni salomat qilsin. Kecha ishonasimni juda xursand bo'ldim. Kechqurun yozmoqchi edim, soat qarasam bir mahal bo'lib ketibdi. Yozolmay qoldim. Xudo xolasa analizlarim yaxshi chiqsa, Alloh o'zingiz uchun ehson beraman deb aytib niyat qildim. Shu ehsonni kecha tarqataman deb o'tirib, kech bo'lib ketdi, sizga xush xabarni ayta olmay qoldim. Bugun mana hozir endi aytyapman, xursand bo'lganimdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alloh boray qilsin. Mana shu xafa bo'lib gapirarkanman shu voqeani. Uni xursand bo'lib gapirib edim, zo'r-ku. Men nima degan edim? Ikkasaba. Shukurlikka tushib, boshqa bo'lganingizda nima dedim men? Xudoga yo'qda qabul qilsin. Juda ham xursand bo'ldim. Bo'larkan mana. Zo'r, davom ettiring. Shundoq keting, xo'pmi? Mashalloh. Ishonsangiz kecha rosa xursand bo'ldik. Oilamiz bilan hammamiz xursand bo'ldik. Xursandchiligimiz davomiylik bo'lsin. Hammaning xursandchilik bo'lsin. Allohim meni Robbim xursand qilgan kabi Robbim boshqa shu bemorlarga ham Alloh xursandchilik nasib qilsin. Bu o'qigan namozlarimiz, Allohga iltijolarimiz, duolarimiz, yaxshisiga o'xshagan yaxshi insonlarning mehnatlari bu yerda juda gapirishga oson, lekin buni boshdan o'tkazib har bir kunda Alloh umid bilan yashashlikni o'zi oson emas ekan. Jamolxon, boringlarga shukr, dunyo turguncha turing-ku. O'zim ukamdan ham yaqin bo'lib qoldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Tan joningizni salomat qilsin. Xudo xolasa inshaalloh Alloh nasib qilgan kuni bir kun mehmonga chaqiraman. Kelasizlar, mehmon bo'lasizlar biznikida inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa albatta davom etkazaman, Jamolxon. Xudo xolasa albatta davom etkazaman. Batlarim уже tugab qolay dedi. Bo'lsa Xudo xolasa ertaga zakaz qilib qolaman inshaalloh. Ertaga shofyor nomerini bilib turib zakaz qilaman. Siz so'rasiz, yana men pul solaman Xudo xolasa. Inshaalloh uka, menga yana batlarimni chiqarib berib qo'yasiz-ku. Alloh mehnatlaringizni rohat qilsin, tan joningiz salomat bo'lsin. Menga eng nimangiz, menga qat'iyatli bo'lib motivatsiya berganingiz Jamolxon. Qo'rqmang, o'zingiz mahkam ushlang. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Siz 50% yutuqdasiz Xudo xolasa degan gaplaringizni eslab, haligi motivatsiyalaringizga, haligi menga ishonch bilan, avvalo Alloh ishonch bilan menga bergan motivatsiyalaringiz, maslahatlaringizga quloq solib, haligi shu motivatsiyalar berganlaringiz meni nimamni ko'tardida-ku. Alloh rozi bo'lsin. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Tan joningiz salomat bo'lsin uka. Inshaalloh Xudoyim har bir bemorlarga men kabi xursandchilik, yaxshi kunlarni nasib qilsin. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik uka. Ertaga Xudo xolasa batlarim qarab aytib o'raman. Nima bugun erta tugab qolish kerak. Shofyorning nomerini gaplashib aytib o'raman. Mana xo'jayinimiz nimasiga qarayman. Bo'lsa sovordim desangiz, tamoshina borib olib o'tib olamiz Xudo xolasa. Bularni men o'zimizdagi rosa ko'pchilikka nima beryapman, nima deydi, aytyapman, ichinglar qiynalib mana qilib yurmanglar, ichinglar qon-qondan tozalaydi ekan deb. Endi Xudo xolasa shu yerda jinday mana shu yerda qattiq turibdi. Bu qattiqda shu urg'animi nimasi bo'lgan zarba bo'lgan shekilli. Bu narsa himiyadan keyin bilinib qoldi-da. Alloh nasib qilsa bu ham ketadi degan umidda. Xudo xolasa batlarimcha davom etkazaveray. Xudo xolasa hammasi xayrlikka va yaxshilikka bo'lyapti inshaalloh. Bo'ldi. Kimyani ishda olgan edingiz? Kimyani 6 ta olganman Jamolxon. Xo'p, 4 ta qizil, 2 ta oq olganman. Keyin 6-sini olgandan keyin operatsiya, bitta kimyo olasiz, operatsiya qilamiz. Operatsiyadan keyin yana analizlarga qarab turib nechta kimyo olishingizni aytamiz degan edi. 6-kimyoni olishdan oldin uje men 24-fevral kimyoni olgan bo'lsam, 2-fevral kuni uje meni qo'limda batlar bor edi. 3-fevral kuni batlarni uje olib, uje men ichib 24-fevral kuni kimyaga borganman. 24-fevralda tugaganda nima kimyam oxirgisi. Shu 24 oxirgisi bo'lgan, lekin o'sha paytda holatingiz qanaqa edi? Paytdagi holatim endi kimyadan keyin odam shunaqa bir kuchsiz, holsiz, haligi dunyoda umidi uzilib ketgan, hech narsaga qiziqish yo'q, tinimsiz, xolis quriydi, ishtahalar yo'q. Organizm slabiy, badanda terilar qurishib ketgan. Qo'yingki bu dunyodan savsem uzilib qolgan darajada bo'lib qolganman-da. Jamolxon. Haligi go'yoki mashqa kimyo bilan pashti ham yo'q, tugadi degan miyada menda shunaqa narsa paydo bo'lib qolgan. Lekin bitta narsa aytaymi Jamolxon, mana shu nimani ko'rganimda sizni 1 oy oldin, shu bat ichdan 1 oy oldinmi keyin, bir oy oldin siz bilan men gaplashganman. Birinchi topganimda shunaqa batlar bor ekan u.
Rustam Nuriddinov deganda mana shunaqa batlari bor ekan deb siz bilan gaplashgandim Telegramdan. Nomerlaringizni berib, ha bor mana shunaqa Rustam Nuriddinov deb mana shu batlari ixtiro qilingan batlari ko'pchilik ichyapti, yaxshi bo'lyapti deganda men yaxshi bo'lib ketamanmikan deb savol bersam, bilmayman. Oldin olib ichib ko'ring, avvalo Alloh. Bir oy ichib ko'ring, rezultatini ko'rasiz. Unga qarab turib yo uni yo buni qilasiz degansiz. Shunda istixora o'qiganman. Jamolxon istixora o'qiganimda, bir hafta istixora o'qiganimda 6-kunimikin tushimda saharbomda namozga yaqin tushimda shunday aslidaksafin askurkumin antivar batlardi. Mana shunday bir 6 korobkadagi batlardi. Hammasi aslidaksafin askurkumin antivar aniq va ravon ko'rganman. Shularni shunday quchoqladimda xursand bo'lgan holatda chiqib ketganman. Qo'limga olib chiqib ketganman. Ha, ertalab turib aytganmanki, chunki bat ichida ikkilanganman-da. Bu qanday bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan, bu oddiylar bat ekan, bu kimyani oldida bu oddiy narsa ekan, bu ta'sir berarmikin, effekti berarmikin degan menda o'y bo'lib ikkilanish bo'lgan. Keyin yana shu istixorada tushimda ko'rganimda men buni batlarni olib chiqib ketganman-da. Shunaqa xursand holatda batlarni shunday quchoqlab ko'ksimga qo'yib olib chiqib ketganman tushimda. Ertalab turib keyin men o'zimga aytganmanki, demak Alloh taolo menga shu batlarni sababchi qiladi. Xudo xolisa men shu bat orqali yaxshi bo'lib ketaman, Alloh nasib qilsa. Men buni ichishim kerak ekan, Xudo xolisa deb turib sizga qo'rqmasdan 2-fevral kuni zakaz qilganmiz, 3-fevral kuni qo'limda bo'lgan batlar. Haligi ikkilanib yashash qiyin bo'lar ekan Jamolxon. Qanday bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan deganim bilan keyin istixora o'qiganimdan keyin bu narsa men tushimga ayon bo'lgandan keyin ichishni boshladim. Bir haftadan keyin уже shunaqa og'riq beryapti-da, mana shu ko'krakka shunaqa og'riq beryapti endi men o'zingizga chiqqanman eslasangiz. Jamolxon mana shunaqa bo'lyapti-yu desam siz tabriklayman. Demak sizga effektini ko'rsatyapti, sizga dori ta'sir qilyapti. Dozasini kamaytiring-da, keyin og'riq qolgandan keyin ko'paytirib ichoring degansiz. Ashunda birinchi boshlaganimda 2 mahal, keyin 3 mahal, keyin 4 mahalga o'tkazgansiz. Xudoga shukr, mana shu kungacha holatim alhamdulillah juda ham yaxshi. Appetitlarim ochilgan. Hamma yo'g'im yaxshi. Allohimga ming qatla shukr. Stresslardan, haligi umidsizlikdan chiqib ketdim. Real eng birinchi o'chirda umidsizlikdan chiqib ketdim. Alhamdulillah. Allohimga shukr, hamd bo'lsin. Men yaxshi insonlarga ro'baro o'qiganiga. Ishonsangiz mana shu kasal bilan Alloh shu dardni menga yo'liqtirgan kundan boshlab menga Alloh taolo shunaqa yaxshi insonlarga ro'baro qildi. Alhamdulillah. Yaxshi insonlarning motivatsiyasini ko'p oldim. Sizga o'xshagan yaxshi insonlarni uchratdi. Alloh meni adashtirmadi. Hayotimni, taqdirimni Robbimga tavakkal qilgan holda ichdim bu batlarimni ham. Robbim bundan buyog'ini ham xayrli va barokatli qilsin. Yaxshilikka qilsin inshaalloh, Xudo xolasa. Rahmat opa, quvonchingizni she'riymiz. Sizni go'stlaringiz maylimi? Bir ikkita bemorlarga, ya'ni gruppalarga tashlab yuborsam, ular ham motivatsiya olsin, ular ham noumid bo'lib turgan bo'lsa, shu narsani eshitib, mana bo'lar ekan-ku. Bu kasallikda bilasiz, o'zingizdan boshingizdan o'tkazdik. Ana doktorlar nima qildi? Noumid qilib qo'ydi, to'g'rimi? Qanaqa tushgan ahvolda menga. Bo'ldim, Jamolxon shumidi deysiz? Bumi deysiz? Keyin bu sizni bu vaziyatdan, bu fikrdan qaytarish uchun qanaqa harakat qildim? Yo'q, taslim bo'lmaysiz. Mana Xudoga shukr, motivatsiyada gap katta-da, psixologik ataka bu zo'r narsa bu. Sog'lom odam ham kasal qilib yuborishi mumkin. Kasallik ham chetib yuborishi mumkin-da. 50%, 60% odamni psixologik davolab olsa bo'ladi. Rustam Nuriddinov yozganlar kitoblarda ruhiyat va saraton degan bo'limi bor. Shu yerda shu to'g'risida ko'p yozganlar-da. Hattoki dorisiz tuzalib ketganlar ham bo'lgan-ku hayotda. Misol uchun, endi boshlang'ich turi aniqlanganda hammasi ham demayman. Ba'zi bir doktorlar bor-ku, boshingizdan o'tsangiz ham noumidlikka tushirib qo'yadi odamni, to'g'rimi? Umuman o'sha bo'ldi, harakatingizni ko'ring. Nari borsa 6 oyda, nari borsa 8 oy deyshadi. U deydi, bu deydi. Uni eshitgandan keyin u bemor 3 oyga bormaydi-da. To'g'risi. Saratondan emas, siqilgandan, davlinadan o'lib qolganlar bor. Eshitganman shunaqa bo'lgan. Oxirgi etapda turganligi ham yaxshi gapirib, "O'y, qabr yoqasida ham umid bor." degan narsa bor. Bilmaymiz hali oxiri nima bilan tugashini. Hozirdan bunaqa nima huquq qo'ymalarni odam ustida deb gapirgan odamlarda zo'r bo'lib ketganlarni ko'rganmiz. Xullas, nima bo'lganda ham Alloh muborak qilsin. Tabriklayman yana bir bor. Takrorlay, xuddi shu tempda takrorlab ketavering, xo'pmi? Hozir endi yaxshi chiqibdi, toza chiqibdi. Mashalloh, ko'z tegmasin. Endi bu yoqqa profilaktika qilib turing. O'z Qirg'izistondan edingiz, menimcha, do'stlik chegarasiga yetkazib berardik. Anu Braziliya yong'og'i. Yana xuddi shu oxirgi yozgan anaqalarim bor-ku. Retsept bo'yicha davom eting, parhez baka buzmay turing. Quvonchingizga yana bir bor she'rimiz. Bu yoqqa ko'taring kayfiyat, profilaktika, oldinga qarab gazini bosing. Bo'ldi. Jamolxon, albatta tashlang. Polniy mana shu goloslarimni tashlang. Haligi menga o'xshab noumid bo'lib, umidsizlikka tushgan, tushkunlikka tushgan insonlarga tashab qo'ying. Mana shu mening gaplarim ham motivatsiya bo'lsin. Siz menga qanaqa chiroyli motivatsiyalar berdingiz. Meni avvalo Alloh shu batlar sababchi bo'lgandir, lekin menga ko'proq siz menga bo'lgan haligi bergan motivatsiyalaringiz, menga bo'lgan bunday ishonch bilan gapirib, siz yaxshi bo'lib ketasiz, uddalaysiz degan gaplaringiz menga dalda bo'ldi. Jamolxon, hali siz o'z aytgandek odamda ruhi psixologik tomondan nimasi yaxshi bo'lish kerak ekan. Doktorlar aytganda menga 99% yaxshi bo'lishlik o'zingizdan, 1% bizdan deb. Men ashuni ham doktor menga shunday dedi, o'zim yaxshi holatda olib boray desam, menga yana tap ximiyani aytadi, keyin operatsiya ashuna qilib meni tushkunlikka tushirdi. To'g'ri aytyapsiz, lekin vrachlar shu siraza ximiyani berib, operatsiya qilib, yo nari beri qilib turib, siraza bitirib, mana shunaqa holatga olib kelib qo'yarganda, bu dard bilan uzoq, bu batlarni ichib uzoq lecheniya qilishingiz mumkin ekan, lekin Xudoga shukr tak tomir bilan tozalanar ekan. U doktorniki shap-shap qutulib, ximiyani berib qutulib, operatsiya qilib bo'ldi, qutuldingiz deydi ekan, undan keyingi holatga bular javob bermaydi ekan. Bu batlarda sekin astalik bilan
Kimgadir mana o'zingiz aytgandek 2 oy, kimgadir 25 kun, kimgadir 1 yil, kimgadir 1,5 yil, kimgadir 9 oyda shifo topganlar. Endi Alloh taolo bu shifo topishimizni qaysi soatga, qaysi minut, qaysi daqiqaga belgilaganini Robbim o'zi bilguvchi. Biz sababini izlanib, sababini qilamiz ekan, Robbim o'zi shifo bera olar ekan. Allohdan qolmaylik ekan. Shunaqa ekan, Jamolxon, ayting, bering, motivatsiyalar olsin, ikkilanayotganlar ichsin. Albatta ixlos bilan, yurak bilan Allohga hamd aytib, zikr, shukr aytib ichsin. Xudo xolasa hammaga Robbim kifoya qiladi inshaalloh. To'g'ri boshimdan o'tdi. Chunki vrach anaqa qilmasak bo'lmaydi, manaqa qilmasak bo'lmaydi deb turib, doktorlar haligi nimasini aytgandan keyin hatto analiz borib, analiz topshirgani ham yurak bezillab qolar ekan. Men aytdim, Jamolxon, o'ziga chiqib analiz topshirgani ham yurak bezillayapti desam, siz qo'rqmang, hamma nima bo'lgan taqdirda ham qo'rqmang, qo'rqmasdan oldinga period harakat qiling dedingiz. Alloh Xudoyimdan so'radim. Alloh meni qat'iyatlik qil, menga shunday kuch-quvvat berganki, men chiqib shu analizni topshirishga botinay deb. Alloh shuni meni qodir qildi. Xudoga shukr, chiqib topshirdim. Lekin analiz chiqquncha ham ancha xijolat bo'ldim. Juda ham g'alati bir holatlarga tushdim. Qanday bo'larkin, nima bo'larkin. Lekin Alloh shunaqa qalbimga sakinat, xotirjamlik berib qo'ydiki, Robbim o'ziga tavakkal qilib topshirdim. Natijalari juda go'zal va g'oyali bo'ldi. Men o'tgan kuni mayerda o'zimni mayda o'zimiz vrachimizga chiqib nima qilganimda, "Opa, qonda bo'lmasa qo'rqmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi", dedi. Ilojim qonimdan chiqmasin dedim. Allohga shukr, qonimdan chiqmadi, alhamdulillah. Aytyapman, avvalo Alloh, keyin shu batlarim sababchi. Sizga katta motivatsiyalaringiz, mehnatlaringiz yotibdi bu yerda-ku. Rahmat, men sizdan mindan roziman. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Tan joningizni sog' qilsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Menga o'xshagan bemorlar yana ko'pchiligini yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ling. Kam bo'lmang. Boringizga shukr-ku. O'zim men asha Qirg'izistondanman. Asha shofyorlar orqali chiqarib yuboryapti-dingiz. Nima tamojinga olib beryapti, tamojindan Qirg'izistondan tamojindan o'tib, meni olib o'tib olyapti-da. Ko'p gapirib siz vaqtingizni oldim. Uzr. Ishdagi odam. Siz vaqtingizni olib qo'ydim-ku. Uzr-a. Misol uchun savolda endi sizga. Mana boshingizdan o'tkazdingiz. Ya'ni fevraldan boshladingizmi? Mana hozir noyabr oyida gaplashib turibmiz. Salkam 1 yilda endi 3-4 oydan keyin 1 yil bo'ladi. Shu vaqt mobaynida mana ancha sabr bilan keldingiz, shu yutuqqa qachon keldingiz? Shuncha vaqt ketdi. Shuncha xarajat. Arzirkanmi? Shuni ham. Keyin ikkinchisi. 2 oy ichda, uncha emas-ku, yoki 1 oy ichda qani rezultat deyotganlar. Qaytanga orub bo'lyapti-ku menda deydiganlarga. Nima degan bo'lardingiz? Misol uchun o'zingizdan bilib turibsiz, men ham bilib turaman, shu go'risizni men tashlayman gruppaga. Gruppada misol uchun 1600 ta odamimiz bo'lsa, 1600 xil kechyapti-da, to'g'rimi? Shuni aytaman, hammada har xil, to'g'rimi? Endi Xudoga shukr 100 tadan 70 tasi zo'r, haqiqatda zo'r. Ba'zi holatlarda nomidga tushib qolyapti. Buni ichib ham nomid bo'layotganlar bor-da. Nima degan bo'lardingiz? Mana eshitishadi siz go'risizni. Jamolxon, to'g'ri savol berdingiz. Masalan, haligi 1 oy ichib, 2 oy ichib, rezultat bo'lmayapti-yu, qanday bo'lyapti degan ikkilanishlardagi bo'layotgan insonlarga deydigan gapim, hech ham ikkilanmasdan ichinglar. Mana men даже 1 yil bo'ladigan bo'lsa, 1 yildan beri men 2 oyliknikini 1 qilib ichaman, olaman. 2 oyliknikini 1 olaman. Kim qanday 1 oyliknikini olib ichsa bilmadim, men 2 oyliknikini 1 oyda ichib tugataman men. Men bir kunda 7 tadan 8 tadan qabul qilaman kapsulalarni. Lekin shuncha qilgan rasxotimga, shuncha qilgan sabrimga, shuncha qilgan umidligimga, Allohdan umid qilib ichib ixlos bilan ichganimga Robbim mana natijasini berdi-ku. Menga natijasini go'zal va g'oyali qilib beryapti-yu. Men bu pul sarflagan pullarimga, bu 1 yildan beri mobaynida ichib kelayotgan har bir kunimga hamd aytib, Allohga istig'for aytib, shu batlarda sabab qilib menga Alloh taolo nasib qilib, menga buyurib ichishlikka nasib qilib qo'ygani uchun ham Allohga hamd aytib, mana shu fevral oyida ichishni boshlagan bo'lsam, 3-fevralda ichishni boshlagan bo'lsam, mana bugun 19-noyabr. Mana даже 1 yildan mobaynida mana shu batlarni ichib kelyapman. Umid bilan, ixlos bilan, albatta yaxshi bo'laman degan niyat bilan. Bu batlarda masalan 2 oyliknikini bitta qilib 1 oyda tugatishim kerak. Oson pulga olmayapman. Lekin men unga roziman. Nimaga? Sabr qilib, Allohdan xilos qilib ichyapmanki, menda bu natijalar bo'ldi. Alloh aytayapti, sabr qilgan insonni sabriga yarasha go'zal, o'ziga yarasha go'zal, chiroyli nimalarda xayrli mukofotini beraman deyapti Alloh, va'dasi bo'lyapti-yu. Shuning uchun men aytaman, shunaqa 1 oy ichib, 2 oy ichib, yo 5-6 oy ichib, natija bo'lmayapti degan insonlarga meni gapiradigan gapim, yo'q, ikkilanmanglar. Ixlos qildinglarmi? Bu yo'lga kirdinglarmi? Ichinglar, dakansa ichinglar. Avvalo Alloh. Nima bo'lgan taqdirda ham qalbimizda Robbim turibdimi? Ixlos qilib ichyapmizmi? Ichinglar, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men ikkilangan insonlarga gapim shu, Jamolxon. Men 1 yildan beri ichib olgan batlarim qancha ketgan bo'lsa, mana mindan ming marta roziman. Qilgan sabrlarimga roziman. Sabrlarimga yarasha Alloh chiroyli natija, go'zal va g'oyali kunlar ko'rsatib qo'yayotganiga shukr, roziman. Allohga hamd bo'lsin. Albatta. Qilgan haligi aytayapman, ixlos bilan, Allohdan xilos qilib, yaxshi bo'laman deb umid bilan ichyapsizmi? Bu qilgan rasxotlaringizga ham albatta, bu qilgan o'zingiz sog'ligingiz uchun qilayotgan bu sarflayotgan pullaringizga ham mingdan ming marta rozisizda, chunki buni sabr bilan ichayotganingizdan keyin buni natijasini Robbim ko'rsatyapti-yu. Bu yaxshi bo'lishlik bo'lmaslik Robbimning qo'lida. Ixlos bilan Robbimga qaysi holatda yuzlanib, nimani qalbingizdan so'ragan bo'lsangiz, Robbim albatta shu niyatingizga yetkazadi-da. Meni niyatim faqat inshaalloh operatsiyasiz, Xudo xolasa operatsiya qildirmasdan mana shu batlar bilan yaxshi bo'laman degan niyatda ixlos qilganman inshaalloh va bu va'damda, bu ahdimda Allohga sodiq turibman inshaalloh.
Xudo xolisa tiq tekizmasdan yaxshi bo'laman deb niyat qilganman. Xudo xolisa bundan buyog'ini ham davom etkazaman. Mana noyabr bo'lgan bo'lsa 9-10 oyligini olib ichyapman. 9-oydagi tugab 10-oydigini olaman. Xudo xolisa mana ertaga zakaz qilaman. Inshaalloh mana 10-oydigini olib ichaman. Jamolxon, men xudo xolisa butunlay yaxshi bo'lishim uchun qancha bo'lsa ham olib ichaman. Nimaga? Operatsiya qilib doktorlarda yurib, ximiya olib, jonlarimni qiynab, organizmlar dabdalasini chiqarib, qiynalgandan ko'ra batlarni olib, Alloh shifo beryapti-yu. Har batta ichib, bir oy ichib borib tekshiringanimda menda minusga tushardi. Xudoga shukr ketdi mendan. Har nimada ketdi. Ketib turibdi. O'zida tekshirtirib turibman. Mana masalan, sifr kamayyapti-da, masalan. Ximiyadan 15-16 qo'ygan bo'lsa, mana shu kungacha xudo xolisa mana noyabrda, fevralda, yanvarda 16sida borib o'zi qildirgan bo'lsam 15-16 mm qolgan bo'lsa, mana hozirgi shu kunga kelib 3 mm qoldi. Xudo xolisa hali borib bu oydigini tekshirtirganman. Tekshirtirsam inshaalloh ajomas butunlay yo'qolib ketdi degan natijani olsam, xudo xolisa. Lekin glavniy meni qonimdan chiqmadi-yu, qonim toza chiqdi-yu, alhamdulillah. Qonim yaxshi chiqdi. Meni vracham aytdi-da, qonda chiqmasa, siz qo'rqmang opa, deyapti. Chunki polni qonimiz aylanib, odamning organizmini qon bilan обеспечить bo'ladi-yu. Qon orqali bo'ladi-yu, butun jasadimiz qon bilan bog'liq-ku. Tushunarli. Salomat bo'ling opa. Alloh davomli qilsin. Oxirigacha suyuntirsin. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, salomat bo'ling.